Nega aynan Safo Marva turini tanladingiz? Bilasizmi, Safo va Marva kompaniyasi to'g'risida ko'p yaxshi gaplar o'zi tarqalyapti. Uni orasida bir Hoji Ahmad aka degan bir inson bilan tanishib qoldik-da, ular shu kompaniya orqali umra safarlariga xizmat ko'rsatishga tayyorliklarini bildirdilar va bu insonga nisbatan ishonchimiz bo'lgani uchun, bir yaxshi fikr qoldirganlari uchun Safo Marva orqali keldik va qarorimiz to'g'ri bo'lgan ekan. Sizga xizmatlarimiz manzur keldimi? 100%. Men hozir mana yaqinlarimga jo'natgan videolarimda ham har gal eslatib turdim. Kelganda Safo va Marva orqali kelish kerak ekan. Oliy darajadagi tayyorgarlik, hurmat qildim, minnatdorman va hammaga tavsiya qilaman. Xo'p, umumiy taassurotingiz qanday bo'ldi? Umumiy taassurotlarimiz butun oilamizda yaxshi. Endi bilasizlar-ku, erkaklar o'zini fikri ham bo'ladi-ku, lekin uydagi ayollarning fikrlari ham baribir katta ta'sir qiladi. Ayniqsa uyimizga qizlarimiz, onamlar, qaynonamlar, qaynotamlar hammaligisi juda ham mamnun, juda ham xursand hammamiz. أهلا وسهلا بكم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hoş geldiniz, Allah razı olsun inşallah. Allah kabul etsin. Merhaba. Yuborsang o'zingni yoningga yubor. Chaqirsang o'zingni qoshingga chaqir. Yuborsang o'zingni yoningga yubor. Chaqirsang o'zingni qoshingga chaqir. Ko'zimdan o'tolmay sarkashda g'ubor. Nomingni aytganga najot bor axir. Ko'zimdan o'tolmay sarkashda g'ubor. Nomingni aytganga najot bor axir.